Assalomu alaykum. Fasadi plitka shoxda yangilik. Gipki kamin mana novdamiz, novda. Nov. Andarsoydamiz. Andarsoydagi Paltarashka kottejimiz mana hozir bitdi. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar mana. Oqqa mramor. Sokullari qora mramor bo'lib chiqdi. Mana. Ustalarimiz hozir tugatdi, laklarini berib bo'ldi. Mana. Fasad, bu fasadga xudo xolasa 15 yilgacha garantiya beryapti O'zbekistonda. Biz ham shunday qilib garantiya beramiz inshaalloh. Buni laklari berilgandan keyin kliklari hammasi juda ham ajoyib. Mahkam ish. Buni yulib olaman desangiz, yulib olsangiz birjo'la shkaturka bilan ko'chirishga to'g'ri keladi. Bu narsa juda qattiq. Traventinni ortda qoldirayotgan narsa mana shu bo'ladi hozirgi. Eng trenddagi, eng baland sifatdagi gipki kaminimiz mana shu bo'ladi. Gipki kamin bu. Novdagi Andarsoy mana Paltarashka uyimiz bu, Paltarashka. Juda ham ajoyib qilib chiqdi. Xudo xolasa buni o'rtasiga hozir avvalgi holatini ham tashab qo'yamiz. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar mana. Atkos qismlarini mana shunday qora qilib atrof qilib chiqardik. Buni boshqacha stili ham bor, chiqarsa bo'ladi boshqacha qilib. Lekin bekka mana shu stil juda ham o'tirdi. Uyda egasi ham shuni xohladi. Mana atkos qismining ichkarisi kraska bo'ladi. Gipki kamin urmaymiz u tomonlarga. Chunki oyna bilan atkos cheti ajralib turishi kerak. Agar uning ichiga ham qora urib tashlasangiz, men biqib qoladi deb o'ylayman. Sizlarda qanday fikrlar bor, o'zlaringiz kommentariyada qoldirasizlar. Uyimizda oldi qismi bu. Uyimizda oldi qismi. Eshik, oyna bor. Hammasidan bor bu yerda. Mana. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Sokolini g'ish shaklda qilib chiqardik. Buni boshqacha qilib chiqarish ham mumkin. Boshqacha bu uyda egasiga mana shu mashina qilib chiqarish ma'qul keldi. Versachimon bo'ldik o'rtasidan fundamentni. Mana qora mramor sokullar. Mana sokul bilan balandki qismi ikki xil razmerda bular. Ikkovi bitta razmer emas, ikki xil razmer bu. Hammasi mayli mana garajni ichini qildik. Garajni ichi juda ham boshqacha bo'lib chiqdi. Foni ham oq, usti ham gipki kaminimiz oqqa qora bo'lib, juda ham ajoyib o'zgacha bu holda bo'lib chiqdi betlar. Mana eshigimizga podnos bo'lib mana. Mana burchak qismimiz qoradan bo'lib chiqadi mana shunday. Versace ham bor. Burchak qismiga Versace ursak ham bo'ladi, lekin bu boshqacha bo'lib chiqadi. Burchak qismlarida. To'g'ri qilib. Kimda mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Butun Xo'jand bo'ylab xizmat qilamiz. Mana Beg'i Shahriston, Beg'i Ashgacha, Majjo, Konibodom, G'afurov, Xo'jand, Konsoy, Tabashar, Nov, Adrasmon hamma joyda xizmat qilamiz. Xudo xolasa. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Chunki bu narsa Traventindan juda ham yuqori sifatda bo'lib chiqyapti bu. Mana bundaqa joylar ko'p joyda sho'r-por uradi-ku, bunda sho'r-por urmaydi. Chunki bu o'zini kleyi bor, laki bor, sho'rni suvni ichkariga qo'ymaydi, ichkaridan hech nima chiqa olmaydi. Chunki tashqaridan namlik kirsa, ana bundan keyin sho'r chiqib tulash mumkin. Bu narsa qo'ymaydi ichkariga, suvni, namlikni ishlab turadi. Hammaga rahmat. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz.